Assalomu alaykum. Nurafshonda Tashmorani orqasida dachniy posyolk bor ekan. Shuni 6 sotinli zo'r dachani obzorini qilamiz. Kiraverishi to'g'ri burchakli tekis dacha, 3 xonali uy qurilgan. Chap tomonda tapchani bor, ham sharoitli qilib qo'yilgan. Ozgina tartibga keltiradigan joylari bor. Suv bor oldida. Hamda ham gaz bor. Gaz o'zi tortilmagan balonda. Aksar dachalarda o'zi gaz bo'lmaydi. Hovlida daraxtli, yangi ekilgan daraxtlar, o'zingizlar xohlagan daraxtlarni ekib olsanglar ham bo'ladi. Uy usti ko'rinishi bunaqa yaxshi bo'lmagan bilan ichlari juda chiroyli, tartibli, yangi remont ekan. Bu tashqaridagi hojatxonasi. O'shaga kirganimizda hol oshxona qilib, studiya qilib qilingandi. Uyda hamma narsa qoladi. Xolodilnik, kir mashina, isitgich, bu yerda hojatxona, hammom bilan, dush bilan birga ariston qo'yilgan. Hammasi yaxshi holatda. Bu yerda 10 qo'lli bitta katta spalni, kattalar uchun. Bu yerda bolalar uchun bitta spalni. Buni karavati ham bor ekan, karkasi, matras qo'ysa bo'ldi. Uyda hamma narsa qoladi. Kelinglar, ko'ringlar. Yo'qsa egalarining nomerini pastda qoldiraman, telefon qilinglar. Assalomu alaykum. Nurafshonda Tashmorani orqasida